Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, qadrdonlar. Bugun biz Haqilabodda tunaka fonishimizni o'z nihoyasiga yetkazdik. Bu yer lekin jicha ozroq, chiroyli, go'zal holatda qilib berganmiz. Buni ko'rib o'zingizlar baho berasizlar. Bo'lmasam biz boshladik videomizni. Bu tomonimiz ko'cha tomon, shapkamiz, o'stirmamiz ichida manaqa darvozaxonaga o'xshagan joyimiz bo'lgan. Skromniy, chiroyli holatda, mokriy rangga oq ishlatganmiz. Stoykalarni ham chiroyli holatda quydirgan ekan, xudo xolasa. Ko'riplarimiz ham chiroyli chiqdi. Bu joyga 35 metr vadasilik qo'yib berganmiz. Общий 76 kvadratdan jicha ozroq hisob bo'libdi bu yerda. Kobra fasonimiz oqqa mokriy qilib berganmiz. Bu tomonimiz, orqa tomonimiz ham bor. Bu chekiga vadasilik qo'yilmagan. Endi qachonlardir bu tomonlar uy bo'lib ketadi degan uyda egasini fikri bor ekan. O chekadan bu burchak, o naryoqda yana cheka bor. 76 kvadrat ketgan. Hozirgi kunda vodiy bo'ylab 120 mingdan 140 ming so'mgacha hamma yo'g'ini olib borib, bitishi bilan 120 ming so'mdan 140 ming so'mgacha qilib beryapmiz. Ekranlarga raqam nomerlarimizni qo'yib qo'yamiz, bemalol murojaat qilaverasizlar. Sifatli va arzon qilib beramiz, xudo xolasa. Cheka. Chekadan narigi orqa tomonda ham cheka. Kecha 76 kvadrat chiqqan. Joylarimiz ham bor, vadasilikdan tashqari.